Assalomu alaykum hammaga. Buni bilarmidingiz kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Telegramdagi ba'zi masalalar haqida gaplashamiz. Ya'ni Telegram profilingizga sizdan tashqari kim kirib olgan va u odamni qanday chiqarib yuborsa bo'ladi, shularni o'rganamiz. Agar sizda Telegramning oxirgi versiyasi bo'lsa, Telegram mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Agar eski versiya bo'lsa, unda Play Marketdan yangilab olsangiz bo'ladi. Shundan so'ng Настройки degan joyga kiramiz va Конфиденциальность deganini tanlab, Устройство degan bo'limga o'tamiz. Bu yerda yuqorida hozir Telegramga qanday qurilma yordamida kirilgani ko'rsatiladi. Ya'ni Redmi 14C telefonida hozir Telegramga kirganman. Pastda esa Активные сеансы degan joyda, ya'ni qaysi qurilmalardan bu Telegramga kirilgani ko'rsatilgan. X99 Titanium bu mani kompyuterim, pastidagi Redmi 14C ham hozirgi telefonim, faqat unda Telegramni boshqa turidan kirilgan, ya'ni Telegram Plus orqali kirilgani uchun u ham Redmi 14C ko'rsatib turibdi. Agar sizni Telegram profilingizga begona shaxslar kirgan bo'lsa, unda boshqa qurilmalar va qayerdan kirilgani haqida ko'rsatib turadi. Hozirgi qurilmadan tashqari barchasini chiqarib yuborish uchun Завершить все другие сеансы degan yozuvni bosamiz va sizdan aniq barcha boshqa qurilmalarni chiqarib yubormoqchimisiz deb so'raydi. Завершить yozuvini bossangiz hozirgi qurilmadan tashqari hammasini chiqarib yuboradi. Men hozir bunday qilmayman va Настройкаdan o'zbek tilini tanlab, o'zbek tilida qanday kiriladi va qaysi bo'limlarga o'tiladi shuni ko'rsatib beraman. Orqaga chiqish tugmasini bosamiz va yana bir marta orqaga chiqamiz. Keyin Настройки bo'limidan pastroq tushirib, Yazık degan bo'limni bosib, u joydan o'zbek tilini o'rnatamiz. Shundan so'ng bir marta ortga qaytamiz va maxfiylik va xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. U joydan qurilmalar degan bo'limni tanlaymiz. Mana bu bo'lim xuddi boyagidagi, faqat o'zbek tilida. Bu joyda boshqa barcha seanslarni tugatish yozuvini bossangiz, sizdan rostdan ham boshqa barcha seanslarni tugatmoqchimisiz deb so'raydi. Agar tugatish knopkasini bossangiz, hozirgi Telegramdan boshqa barcha qolgan Telegramdan kirganlarni chiqarib yuboradi. Hozir mana bosamiz. To'xtang. Demak, xavfsizlik yuzasidan siz yaqinda ulangan qurilmadan eskiroq seanslarni yakunlay olmaysiz. Eskiroq ulanishdan foydalaning yoki bir necha soat kuting. Demak, yangi o'zgartirish kiritilgan, ya'ni men bu Telegramga yaqinda kirganim uchun bir necha soat kutib, keyin boshqalarni chiqarib yubora olar ekanman. Yoki eski foydalanilgan Telegramdan kirib, seanslarni yakunlay olar ekanman. Bu juda yaxshi yangilik, chunki firibgar sizni profilingizga kirib olgandan keyin sizni darrov profilingizdan chiqarib yubora olmaydi. Oldin esa buni qila olishar edi. Ya'ni hozir boshqa qurilmadan kirgan bo'lsam ham boshqa seanslarni chiqarib yuborsa bo'lar edi. Hozirgi kiritilgan o'zgarish firibgarlarga qarshi yaxshi funksiya desa ham bo'ladi. Xullas, hozir endi eski doim ishlatib kelgan Telegram Plus'ga kiraman-da, seanslarni yakunlashni ko'rsatib beraman. Mana Telegram Plus'ga kirib oldim. Endi boshqa barcha seanslarni tugatish yozuvini bosaman va tugatish yozuvini bosaman. Shu bilan barcha boshqa seanslar bekor qilinadi va faqat shu Telegram qoladi. Ko'rib turganingizdek, barcha seanslar bekor qilindi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar tushunmagan joylari bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi video darsliklar nima haqida bo'lishini istaysiz, shuni ham izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, xayr salomat bo'ling.